Bu videoda ustalarga yetkazib qo'yasizlar. Chunki ustalarning sha'niga yaxshi gap gapirmadi. Yaqinda bir ayolni uyda ish qildik. Hunarmandligimizni hamma biladi. O'sha joyda ish qilib yurgan paytimizda haligi opa yonimizga keldi-da, kelib usta deydi, katta farzandim yaxshi o'qimayapti, sizga shogird qilib beraman dedi. Yaxshi o'qimasa bizga shogird qilib berasizmi opa desam, ha dedi, yaxshi o'qimasa usta bo'ladi-da deb shunaqa gap gapiryapti. Shunda opaga aytdim, opa dedim, yaxshi o'qimasa biz ham ishga olmaymiz dedim. Desam, nega olmaysizlar dedi. Yaxshi o'qimagan boladan usta chiqmaydi dedim. Desam, qiziq gapirdingiz, nima uchun buni deyapsiz dedi. Yaxshi o'qimaganlarda oldi dedim. Sal ozgina hunar o'rganadi, o'zi usta bo'lib chiqib ishini qilib yuribdi. Ustadan na duo oladi, na bir rozi rizochilik oladi.